income. Income desek kirimninki ko'pinchisi nimadan keldi desa, maoshdan keladi. Tafovut. Ba'zi az sonli kishilar tijorat qiladi. Masalan, oshxonachida yoki import, eksport tijorat bilan shug'ullanadi. Ular shu jarayonda ma'lum miqdorda bir mulk, ma'lum bir miqdorda bir pulni yig'ib mangdi. Anandan keyin ishlari yaxshi bo'lsa, ehtiyojga qarab turib, bizning tijoratni kengaytirdi. Ya'ni adam oladi, ijaraga olgan, ya'ni setib oladi, u ya'ni yasaydi. Shuning bilan 1 2 3 4 bo'lib mangdi. Lekin bizning nurg'unlarimiz muosh orqali topgan tafovutimiz orqali terishlik qilamiz. Hozirgi meningki kuzatishimda sonliq ma'lumot yo'q buningga. Mening kuzatishimda bizningki ko'pincha kishilarimizning asosli kirim manbasi, masalan Amerika, Kanada degandek jamiyatlarda tafovutimiz, bizning kirimimiz maoshdan bo'ladi. Bu kishilarimizning ichida ba'zilari shu o'zininki shirkatlari ta'minlagan maoshdan sirt, shirkatlari bergan pay cheklaridan sirt yana o'zi ma'lum miqdorda shu pulni o'zlari pay cheki bozoriga, pul muomala kapital bozoriga mablag' qilib soladi. Yana ba'zilari cho'dsa nima qilishni o'qmaydi. Yana ba'zilari cho'dsa maxsus shu personal wealth deb qo'ydi. Xususlarning boyligini boshqaradigan kishilardan maslahat so'raydi. Maslahat so'ragan vaqtda ular oldi bilan shu maslahat beruvchilar bu odamninki birinchi qilib buyuradigan nima desa, sizningki yillik kirimingiz qancha, oylik kirimingiz qancha, monthly income, ba'zi idora jamiyatlar mukofot berib qoldiqashtir va bonus deymiz uni. Anadan keyin expense deb qo'yamiz. Sizningki chiqimlaringiz qaysi deb o'ziga buni tegizadi. Andan yana so'raydi sizning qisqa muddatda sizning cho'ng hajlamoqchi bo'lgan pullaringiz qandaq? Chunki sizning tafovutingiz kirim desak bu. Agar siz kirimingizni umumiy kirimni ma'noga o'xshasa, siz ma qismini hajlasangiz, ma qismini hajladingiz, ma amonat qoldi degan gap. Endi bu amonat qolgan qismini siz nima ish qilasiz bu yerda ko'rmasizlar. Ma hajlagan amal yo'q endi. Turmush deganda terikchilik qilish uchun yeydi, ichidi, kiydi. Ancha-muncha ko'ngil ochidi. Anadan keyin uyning chiqimlari bo'ladi deganga o'xshash. Ma uchu desa, ma amonat qo'ygan pulni qanday ko'paytiramiz masalasi bor. Shu masalada, shu masalada ba'zilardan maslahat oladigan gap. Ba'zilar yig'ib, manchilak pulni yig'ib, bir necha yil chiqqandan keyin ondan uy setib olgan vaqtda bankdan qarz olgan vaqtda shu setib olgan uyning ma'lum bir prosentini bular to'laydi. To'lab masalan 500 ming dollarlik qarz ilib uy setib olaman desangiz, buning 10%ni to'laysiz bankaga. Shu uy setib olaman deb 50 ming dollarni to'laysiz, 450 ming dollarni bankdan olasiz degan gap. Qarz olasiz degan gap. Demak, shu 50 ming dollarni 50 ming dollarni yig'ish maoshli odamga nisbatan unchalar o'ng'ay emas. Nima desa, Amerikada bir gap bor. Uncle Sam takes your money in many ways deb qo'ydi. Uncle Sam tag'a Amerikaning simboli, Sam tag'a har xil amal bilan sening pulingni ilib oladi dedi. Eng cho'ng hukumatning pul ilish usuli baj, tax, ya'ni baj. Şöyle ötkende tuncelik siyasi sözleyen vaqtda şu bajni az to'lashning usuli uchun pensiya pulingizga ko'proq pul qo'ying. 401k, 403b degan leksiyani men so'zlagan. Agar shu xususiy boyligini ko'paytirishning ustida izlanayotgan qarindoshlar bo'lsa, ashninga qarab yiqish kerak. Anadan sirt yana aholilar, shaxsiylar, ba'zi ota-onalar o'zini ham o'ylamaydi, bolalarga bir narsa qilsin deb o'ylaydi. Bu bolalarga boylik qoldirishning ozroq bir oqchi qoldirishning usuli nima? Buning usuli ba'zi planlarni yaxshi tuzish.
Masalan, adam bu dunyodan ketgan vaqtda qoldig'ini yaxshi xislatli qoladi, ruhiy madaniyat, ruhiy boyliqli qoladi desak, uning o'zla menish to'g'ri kifoya emas. Hozirda moddiy boyliqni qolgani yaxshi, chunki shu bolalar cho'nglardan qolgan moddiy boyliqni asos qilib turib, hayotda o'zininki yo'lini yaxshi tiklaydi. Shuna bu bu kirim desak, bu kirimning persentini, manchalik persentini 401k ga qo'ysak pensiya puliga, endi maqsmini har xil maqsmini har xil turlarga mablag' qilib salsak, yana ba'zi qo'limizga maningga biz 401k ga pul qo'yib yotgandan keyin maksimum eng yuqori qo'ygan vaqtda bu yil $19,500 qo'ya olamiz. Masalan, ikki misol elib aytsam, o'xshash ikki kishi Ahmad bilan Mehmet. Ahmadning maaşı bu, Mehmetning maaşı bu. Her ikisininki $100,000 maaşı. Bu Ahmet mening leksiyarimni anglab, Qaysar akamning degini bo'yicha $19,500 qo'yib mangaychu deb pensiya puli qo'ydi. Buning to'laydigan, buningki qilib qolgan puli 80,500. Mehmetcancho desa, bu adaş so'zlayverdi. Buning gapini anglagandan o'zimning bilginni qiyginim yaxshi deb pensiya pul qo'ymaydi bu. Buningki maaşı 100,000. Shunama unda olgandan keyin oxirida bo'la bir adam. Masalan, tana. Bu yuqori bajni to'lab ketib qoladi. 33% to'lamdi, 28% nurg'un deductionlar var. Biz faraz qilib turaylik, bu yuqoriroq nimani to'lab ketib qoldi. 32% atrofida to'lab ketib qoldi. Bu adam 22% atrofida to'laydi degan gap. Bu ikki tarafdan tutdi Ahmadjon. Birinchisi $19,500 banka qo'ydi. Nimaga? 401k ga qo'ydi. U idorasi pay cheki, masalan, Liberty Mutual, like Fidelity deganga o'xshash shu mablag' boshqaradigan shirkatlar orqali buni qo'ydi. Shu shirkatlar shu o'zining idorasi to'lab berdi, buni boshqarish haqqini. Anadan sırt Ahmadjon 22% töven baj to'ldi degan gap. Nurg'un deductionlardan keyin biz ularni olmay turaylik, deductionlarni. Mayada masalan shundalarda faraz qilsak, boshqa har xil hukumatning bank kreditlarini o'ylamay turaylik. Manada Mehmetcan $32,000 baj to'lab ketdi hukumatga. Qo'li qanchalar qoldi? Qo'li qoldig'ini 68,000 qoldi. Mana shu desa $17,000 pulni nimaga qo'ydi Ahmadjon? Bajga to'ladi. Bu qarmoqqa buningki $63,000. Qaranglar mana, farq $5,000 farq mayadi. Qarmoqqa bu Ahmadjon o'xshash maash oladi. Ahmadjon qaraganda hozirning o'zida $5,000 jiqroq maash oladi. $5,000 jiq tegdi degan gap. Bu Ahmadjon $19,500 5 yil qo'ysa, hisob bilan pul 5 yilning ichida $200,000 ga yetib qoladi. Bizning Mehmetjon bu qaysiraq nimani biladi, so'zlarni ko'zini jum bo'lib deb gapni anglamagan Mehmetjon desa 5 yil hozirgi atki o'pkidan hozirgi hesab yaxshi deb $5,000 uchun pensiya pul qo'ymaganligi uchun yana 5 yilda kim bor, kim yo'q deb. Lekin 5 yildan keyin yana yashaydi bu. Buni pensiya pul yo'q. Mayada mana 5 yilning ichida Ahmadjon $200,000 mananga qaraganda, Ahmadjon qaragan chaqda $200,000 boy bo'lib qoldi degan gap. Demak, o'xshash masalada o'xshamagan muomala tutgan ikki odamningki moliya ahvoli o'sha. Xo'sh. Undan sirt yana buni shu baj boshqarish doirasiga bilimlar bu. Shu pensiya puli bilan baj tuzumining munosabatini nihoyatda yaxshi tushunish kerak. Har qanday odam yaxshi tushunish kerak. O'xshash bozorchilik sistemadagi g'arblarda yashayotgan har qanday kishi
mayli shirkat ochgan kishilar bo'lsin yoki maosh ishlayotgan odamlar bo'lsin, shuni cho'qim yaxshi tushunish kerak. Andan keyin kishilarniki ishning cho'ng'ishiga ergashib, tijorat ahvolining yoki xizmat stajninki ishiga ergashib, ularninki boylig'ida o'zgarish bo'ladi. Odam degan yeb ichiblam yo'q qilib etmaydigan buni. Dastlabda uy ijara olgan bo'lsa, maoshning o'sishi, uy jag'liq bo'lishiga ergashib, uy oladigan ish bo'ladi. Uy setib oladigan ish bo'ladi. Andan keyin mashina yo'q, unda narsalarni setib oladigan ish bo'ladi. Bu narsalar nisbatan aytgan vaqtda bir xil muqim mulk hisoblanadi. Buni darhol aldirab ichqiblam pul aylantirib bo'lmaydi. Bankadagi pulingiz, naqd pulingiz, amonat pulingiz, bular hisobda liquid deb qo'yamiz, nayta asalla. Suni o'rt ishtik bo'ladi. Oltin kumushni ishtik pul aylantirib bo'ladi. Lekin uy, mashina deganni darhol sotaman desa, buni sotqilmaydi endi. Darhollam bani favqulodda tushirib sotqilmaydi. Mayli, qanday bo'lishidan qat'iy nazar bir odamning umumiy mulki zodi bir odam iqtisodiy jihatdan qanchaga yaraydi degan vaqtda onun ilayotgan maoshini ko'z tutmaymiz, uninki tutayotgan uyning bozor qiymati qanchalik, muqim mulklarning qiymati qanchalik, paychika bozorda qanchalik puli bor, pul muomala kapital bozorda, paychika bozorda qanchalik puli bor, qanchalik amonat puli bor, oltin zibiznatlari qanchalik deb hammani hisoblab chiqilgan gap hamda. Shunga bu iqtisodiy davrilik bo'lgandan keyin, ya'ni vaqtning ishga ergashib, iqtisodiy faoliyatlarda o'zgarish bo'ladi, eshidi tushidi. Ba'zida shunday tushib ketib qoldi, recession deb qo'yamiz. Onun ostida o'sidi, manda bo'lib ketgan ishlar bo'ldi iqtisodning. Yaxshi kunlar, yomon kunlar. Iqtisodiy kasatchilik yuz bergan, iqtisodiy faoliyatlar sustlashgan, xalqning qo'lida pul yo'q, ma'odaza shu iqtisod qizib ketgan, bozorda pul yamrab ketgan, pul paxalliq ko'rinaydi atgan chog'lar. Demak, bu yerda bizningki topgan pulimizning qiymati doim iqtisodiy faoliyatlarning, makro iqtisodiy faoliyatlarning o'zgarishiga ergashib, o'zgarib turdi. Bunday ahvol ostida bu kirimni qo'g'dashdan, ya'ni boylikning qiymatini qo'g'dashdan iborat bir masala kishilarning oldiga qo'yildi. Masalan, pul paxalliq bo'lib ketib qolsa qanday qilasiz? Qog'oz pulni tutib turgan bo'lsangiz, pul paxalliq bo'lib ketsa ziyon tortasiz. Shu pul paxalliq yuz bergan vaqtda kishilar nima deydi? Qarz ol, qarz berma deydi. Pul paxalliq yuz bergan vaqtda. Andan keyin ba'zi odamlar shunday chaqda muqim mulk deb qo'ydi. Muqim mulk deb qo'ydi. Masalan, uy setib oladi, oltin kumush setib oldi. Oltin kumush o'xshash narsalar shu qog'oz pulning pul paxalligiga kelib chiqishga nisbatan bir yaxshi qo'g'dashlik rol o'ynaydi. Endi undan sirt odamlar yana shu yashayotgan odamlar o'zini o'ylamaydi, o'zining bolalarininki, oilasining ahvolini o'ylaydi. Masalan, men tasodifiy bir og'riq siylaq tatib qolsamchi, majruh bo'lib qolsamchi, qazo uchrab qolsamchi deb o'ylaydi. Shunga bu yerda har xil sug'urtalar bor, insurance bor. Masalan, life insurance deydigan narsalar bor. Life insurance. Ömür sug'urtasi deb qo'yamiz, ömür sug'urtasi. Bu deganning hammamiz banda jamboyada qazo bor deydi. Shunga ba'zi kishilar ba'zi kishilar bunday narsalarni olib ketmaydi, xurofiylik deb qaraydi, yoki bo'lmasa ba'zi kishilarni deb qaraydi desa, bu deganning jon degan xudoning ilkida qachon oladi deydi, yoki ba'zi kishilar qazo qilmaydigandek, o'lib ketmaydigandek o'ylaydi, ba'zi kishilar sal qaraydi. Lekin jamiyatning o'zidanki oilaga bir ijtimoiy, iqtisodiy va hamda hayotlikning o'zining bir tabiiy qonuniyatlari bo'ladi. Shu xil narsalarni tushungachga tabiatning qonuniyatlariga masalda bizning ijtimoiy hayotimizning muayyan bir usullar shakllangan, ya'ni favqulodda tasodifiylikqa, hodisaga qarata qo'g'dinish. Sug'urtaning asosli maqsadi nima desa, sug'urtaning asosli maqsadi dal shu har xil balo qazo keltirib chiqargan ziyonni umumiy odamlarga chechib o'tish. Masalan, mashina sug'urtasini olib kelsak, hammaylar mashina diqqat qilib beydaymiz, mashina hodisa kelib chiqishini xohlamaymiz, lekin tasodifiy holda kelib chiqadi. Shu mashina hodisa kelib chiqqan vaqtda, masalan, birazini besib o'tirib qo'ydigan, birazini majruh qilib qo'ydigan ish bo'lsa, shu
aş aşı ziyankeşlik uçurğuşa nisbeten nurgun төлем төлeydiği iş çıktı. Bu tölemni bir adam şu maşinaya adam kötürep bulamaydı. Veyran болып ketip kaldı aşını. Kanunda belgilengen madde boyunca төлeymen dese. Şuna aşı xil ahvaldan qo'rqib, bu haqlar nima oladigan gap. Sug'urta oladigan gap, mashina sug'urtiladigan gap. Bir yilda bir necha 2-3 ming, 3-4 ming dollar to'lash badiliga yoki yuz berish mumkinchiligi bo'lgan yoki yuz berish mumkinchiligi bo'lmagan shu vaqa hodisalarga nisbatan o'zini qo'g'dash ilib boradi. Shunga ba'zi o mashinaning ishi. Ba'zi odamlar chu desa, yeshim ma'lum bir nuqtaga yetdi, balarim kichik, shunga bir umr sug'urtasi ep qo'yay deb ilib oyda 30 dollar yoki 50 dollar to'lab qo'yib, jiqroq to'lasa jiqroq keldi. Tasodifiy vaqa bo'lib ketib qolsa, anan ekan qazo qilib ketgandan keyin uning balalarga 250 ming dollar, 500 ming dollar yoki 1 million degan o'xshash pulni salomatlik umr sug'urtasi ashni berdi degan gap. Ammo bu kishi hayotchig'ida bir oyda 30 dollar yoki 50 dollardan pulni salomatlik sug'urtasi to'laydi. Nurg'un odamlar buni, ba'zi odamlar buni to'lamaydi. Ba'zilarning idorasi berdi. Favqulodda vaqa misol qazo qilib ketsa, shu maoshning yillik maoshini ikkasini berdi. Ba'zilar-chi, ba'zilar uchasini berdi. Ba'zilar uni o'zi setib olsa, jiqroq pul to'laydigan gap. Anadan keyin yana ba'zi shtatlarda, Amerikaning ba'zi shtatlarida miros beji deydigan bir narsa bor. Miros beji. Inheritance tax deb. Bir ota-onasi shunda ishlab pul topsin, nurg'un boylik bo'lsin, masalan 5 million dollar tarafda boylik bo'lsin. 5 million tarafda boylik bo'lsin. Agar ota-onasi shunday bir qazo ketib qolsa, mush 5 million dollar boylik balasiga o'tgan vaqtda agar muayyan bir tadbirni olmasa, ma'lum bir mavjud chora tadbirlarni olmasa, balasi 40-50% shunga nima to'lab ketdi? Mush pulning yerimi yo'qolib ketdi, bosh shaklida yo'qolib ketib qolgan ishlar bo'ladi. Shunga mush ishlar bo'lganligi uchun qonun o'zgarishli qonunlar ma'qullanib, mushu qanday qilib mushu miros bejini to'van qiladigan har xil usullar bor. Shunga biz boylikni, pulni tepish bir gap, uning qimmatini qo'g'dash yana bir gap. Anadan keyin bir ish qilish bir gap, uni bolalarga qanday qoldirish, miros qoldirish yoki ahamiyatli ishlarga ishlatish u yana bir gap. Shunga bu to'g'risida amaliy tajribasi bor odamlar balkim bani so'zlimsizmi? Biz bildik deydi. Ammo mening mushu leksiyalarni so'zlagandan keyinki menga kelgan inkaslardan qaragan vaqtda ba'zi qarindoshlarimizningki bu haqdagi tushunchasi tez yoki yo'q. Shunga 10 odamning ichida 2 odam anglasimi, birisiga manfaat ko'rsatsimi, xo'sh bo'laman degan niyatda men bu ishlarni so'zlab qo'ydim. Albatta cho'nglarning gapi va birisi yutgan qarab putuzat deydi, ya'ni chiqiming kirimingdan ortib ketmasin deydi. Makani 100 kitobga, ya'ni Facebookga Warren Buffettning kitoblarini men shundoq aqliy so'zlarini choplab qo'ydim. Ya'ni zarur narsalarni setib olmasang, ya'ni ortiq narsalarni setib olmasang, keyin zarur narsalarni setish uchun o'zingga zarur narsalarni setib yutib qolsang, puling vachaqda barda poldiring, yo'qqa qarab o'ltiring, qiysang, keyin bak xaraj tatib qolasan. Shunga halingga bakib haltat degan tavsiyani qiladi dunyodagi cho'ng boylarning birisi Warren Buffett. Shunga shunday kishilarning gaplarini anglash kerak. Kirimingdan ortiq chiqim qilma deydi. Chiqimingni azlat, kirimingni ko'paytirishning yo'lini qil deydi. Bu kirimni ko'paytirishning yo'llari ana shunday. Ya'ni boj qonun, boj tuzumidan foydalanish, omonat qo'yish, omonat qo'ygan pulni mablag' qilib silish, hamda bu mablag' qilib silish masalasida buning jiq usuli bor. Pay cheki degan vaqtda qanday pay chekini olamiz? Ayrim shirkatning pay chekini olamdiq. Ya mesela Apple almaninkini yoki mutual fond olamdiq. Ya'ni mutual fond nurg'un fondlardan
tashkil topgan yoki indeks fond olamdiq yoki zoyim olamdiq yoki foreign exchange yoki chet elning pullarini ep qo'yamdiq, chunki pul bilan pulning o'rtasidagi nisbat doim o'zgarib turadi. Mana mushundaq masalalarni mush xil masalalarni o'ylashgan, mushu masalalarning keynida bo'lgan adam hal iqtisodiy ahvoli bu haqida qilcha zinhar o'ylashmagan odamning ahvoli qaranchada yaxshi bo'ldi. Bugungi gap mushu yerda tugadi. Rahmat sizlarga.